akalar mana Isuzu avtobusdan xudo xolasa samosval tayyorlanyapti. Buni bilganlar kommentariyga yozasizlar, xudo xolasa. Bu narsa tipa samayda pachoq bo'lganligi uchun tipa qismini olib tashladik. Bag'ram yita havoga. Havoni sovutib beradi o'sha. Nomi nima aytasizlar? Radiator o'zini qoldi, chunki buni sovutish sistemasi havo bo'lgani uchun kompressor qoldirdik. Konditsionerni natijali ko'ryapsizlar. Xullas, mashinani motorini bilmaymiz, to'ldiryapmiz. Qo'ydik hamma narsani cho'tga qilib. Mana qaranglar akalar. Davlat shikalatkasidan qo'ydik. Davlat shikalatkasi boshqa miyachalar bilan hammasini babina ikkitalik. Ikkita metal detektor. Chunki bu yerga ikkita detektor qo'yganimiz sababi avtobus motoriga. Bilmaymiz hali qanaqa ishlaydi, qanaqa qo'yadi bilmaymiz. Bahilla bo'lmaydi deydi. Endi bo'lmaydi degandan ko'ra qilib ko'rganim ma'qulroq deb qo'ydim o'zimcha. Gornilargacha ishlaydi. Hamma joy noldan kraska bo'lib, noldan qilinyapti. Diskalargacha. Yapon diska ham shunaqa. Senji. Faqat karinoy bilan podkarinoy avtobus uzun qolish, chunki avtobus uzun bo'ladi. O'ziniki yaxshi. Joyini o'zgartirmaysiz, ag'va qo'parmaysiz. Diskalar. Raman. Yuvgandan keyin chang bosib qoldi. Ikkitalik. Yumshoq. Bittasi rulliki, bittasi tormozniki. Mana bunga ikkita reaktor qo'yganimiz sababi turbo kompressor qo'ydik, 5 tonnalikda zavodskiy turbo kompressorni avtobus motoriga qo'ydik. Lekin qanaqa ishlaydi bu bilmaymiz hozircha. Endi qo'yib nasib bo'lsa. Yana konditsioner ham ishlaydi bunga, xudo xolasa. Senji kabina qo'yganmiz, konditsioner ham ishlaydi. Zavodskoydan qo'yamiz hammasini, bilmayman. Yangi emas bu. Turbo kompressor ichiga qo'ydik. Mashina qilib, vibratsiya uchun bular. Shu o'ynab turish kerak ekanda, bu o'ynagan, motor o'ynagan vaqt o'ynash kerak. Radiatorimiz, difuzor, hamma narsasi. Motor xonani qarang. To'la turibdi-da. Yo'q narsani o'zi yo'q desa ham bo'ladi bu motorga. Yana bilmadim men kimlargadir. Bu hech narsa emasdir u. Lekin Isuzuga qiziquvchilarga qiziqadi bu narsalar. 5 talik korobka o'zini korobkasini qoldirdik. Zadniy mosti ham o'zini qoldirdik hozircha. Yo'lga tushgandan keyin agar o'zgartirsak, gruzovik qilaveramiz. 47 yoki 41 ga 8 dan, xudo xolasa. Mushtirlar o'zini keyin mushtirni tozalab. Qo'ldan kelgancha kalpaychalar bo'ladi. O'zini zavodskiy kalpaychasi. Baho berasizlar akalar, kommentariyga yozasizlar. Yoki kamchiligi boshqa bo'lsa aytasizlar, qo'shamiz, qilamiz. Turbo kompressorda avtobus motoriga bo'lmaydi degan odamlar juda ko'p bo'ldi. Lekin qildik endi bilmadik. Qanaqa bo'ladi, qanaqa qo'yadi. Bag'in Allohdan. Xayrli bo'lsa, xayrli bo'lib ketadi. Porsheni yirtadi deyishadi. Porsheni yirtgani sababi menimcha-da, endi buni aqliy hisob-kitob bilan qilinyapti. Tavakkal emasda, intercooler qo'yiladi. Intercooler aytmoqchi bo'lganlarim intercooler deydi. Intercooler deb qo'ydik endi. Endi buni aytish ham shart emas endi. Endi aytsangiz yaxshi, bilganlar bila oladi, bilmaganlarga yaxshi o'rgana oladi. Buni nomini intercooler deyishar ekan. Havoni sovutib bergan radiator. Shuni evaziga Porsche'ni 20 kerak degan taxmin bilan
Shuni qo'ydim. Porshni ermasa kerak deb o'ylayapman. Endi bilmayman nima qilay. Lekin porshlarga hech narsasi tegishmadik. Avtobus olgan holatimiz motori zo'r ichida, yog' yemay ichida, juda kam yegan. Shu o'zini qildik. Motor qilmadik. Turbo kompressor qo'ydik. Agar turbo kompressorga zo'r bo'lib turib motor chida olmay qolsa, keyin motorni o'zini qilamiz. Senji qo'yamiz, pichoma ichini senji tiqyoramiz. Gaz uchun spesial. Lekin buni hozir ichini holati shu o'zi egasi qanaqa qilgan bo'lsa shu holatiga turibdi. 2011-yil avtobus. Vaqti mana bu yerda shkalatga qilyapmiz. Mana bu boltachasi bor o'zini. O'sha boltacha sistema qildik. Buni ham qarang, juda past qilib qildim. O'zim qilaman, juda past. Bir xillar buni burti maniga chiqib keladi-ku, bu juda past. Endi bu holat qanaqa ishlaydi, qancha ishlaydi? Ba'zi toshni rovna bo'lsa ishlayveradi. Shuni qildik. Mana Alloh endi xayrli qilsa, chukki bo'lib degan umid qilaman. Zaslonkalarni qotirishdi. Juda ham moshina qilib qotirdim. Juddalar moshina qilib qotirdim. Nexia'ning zaslonkasi. Dudka Lasettiniki. Mana 70likka tushar ekan mana shuni. Ko'pchilik qo'ymaydi. Mana qo'yib qo'yadi, lekin biz ham mana deyishga ana qilmadik. Yangi qilib patrubkalarni olib ikkita patrubka olib yasaldi. Baho berasiz akalar. Qiziqqanlar telefon qilsa bo'ladi. Telefon nomerimiz 99 deb 625 89 75 raqamga chiqsangizlar. Mabodo. Endi bu motor qanday chiqadi bilmayman, agar zo'r chiqsa shunaqa variantda qilib beramiz, xudo xolasa. Intercooler bilan qo'yib beramiz avtobus motoriga. Keyin avtobus o'ziga qo'ysa bo'ladi. Mana bunaqa narsalarni boshqa joydan olib kelinadi, chunki bu tegishi mumkin avtobus o'ziga. Avtobus tegishi mumkin. Shu holat